Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, buvijonlar va bobojonlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolarga, ota-onasining pensiya hujjatlari bilan shug'ullanayotgan farzandlarga bevosita tegishli. Chunki pensiya masalasida bitta kichik xato ham pul kechikishiga, noto'g'ri hisob-kitobga, ortiqcha yugurga yoki sizga tegishli bo'lgan mablag'ni vaqtida ola olmaslikka sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? Hozir nimalarga e'tibor berish kerak? Kimlar xavotir olish kerak? Kimlar esa shoshilmasdan hujjatlarni tekshirsa kifoya. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar aynan sizga va oilangizga kerak bo'ladi. Men ko'p yillardan beri fuqarolarga pensiya, nafaqa, ish staji, hujjatlarni tiklash va hisob-kitob masalalarida maslahat berib kelaman. Eng ko'p uchraydigan muammo shuki, odamlar pensiya tayinlangandan keyin hamma narsa o'z-o'zidan to'g'ri yuradi deb o'ylaydi. Aslida esa pensiya tizimida eng muhim narsa bu ma'lumotlarning to'g'riligi, hujjatlarning to'liqligi va o'zgarishlar haqida vaqtida xabar topishdir. Oldin ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlar orqali yuritilar edi. Masalan, ishchi stajini tasdiqlash uchun mehnat daftarchasi asosiy hujjat hisoblangan. Ish joyidan ma'lumotnoma olish kerak bo'lgan. Korxona yopilgan bo'lsa, arxivdan izlashga to'g'ri kelgan. Ba'zan odam 25 yil ishlagan bo'ladi, lekin hujjatda 15 yil ko'rinadi. Natijada pensiya miqdori pastroq hisoblanadi. Fuqaro esa buni yillar davomida bilmay yurishi mumkin. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda yuritilyapti. Bu yaxshi tomoni, albatta. Chunki elektron tizim vaqtni tejaydi, idora yurishni kamaytiradi. Ma'lumotlarni tez tekshirish imkonini beradi. Lekin bu yerda ham bir muhim xavf bor. Agar elektron bazada sizning ish stajingiz, pasport ma'lumotlaringiz, bank kartangiz, yashash manzilingiz yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlaringiz noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya to'lovi kechikishi yoki noto'g'ri hisoblanishi mumkin. Mana shuning uchun men bugun barcha pensionerlarga zudlik bilan o'z ma'lumotlarini tekshirishni tavsiya qilaman. Bu vahima uchun emas, balki o'z haqqingizni himoya qilish uchun zarur. Pensiya bu yordam emas. Bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingiz evaziga belgilangan qonuniy haqqingizdir. Birinchi navbatda har bir pensioner pensiyasi qaysi asosda tayinlanganini bilishi kerak. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi? Boquvchini yo'qotganlik pensiyasimi yoki boshqa turdagi to'lovmi? Chunki har birining hisoblash tartibi, hujjatlar va tekshiriladigan jihatlari farq qiladi. Masalan, yoshga doir pensiya olayotgan fuqaro uchun ish staji, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar, pensiya tayinlangan sana va qayta hisob-kitob qilish imkoniyatlari muhim. Nogironlik pensiyasi olayotgan odam uchun esa tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi, nogironlik guruhi muddatli yoki muddatsiz belgilanganligi juda muhim. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida esa vafot etgan shaxsning ish staji, oila a'zolarining huquqi, bolalarning yoshi va o'qish holati ahamiyatli bo'ladi. Keling, hayotiy misol bilan tushuntiraman. Farhod aka 60-yoshda o'tgan yil turli korxonalarda ishlagan. Pensiyaga chiqqanida unga pensiya hisoblab berilgan. U har oy pulni olib yurgan, lekin keyin ma'lum bo'ldiki, uning 1994 yildan 2001 yilgacha ishlagan davri elektron bazaga to'liq kiritilmagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin arxiv ma'lumotida chalkashlik chiqqan. Agar Farhod aka buni tekshirtirmaganda, ehtimol u har oy o'ziga tegishli miqdordan kamroq pul olib yuraverardi. Tekshiruvdan so'ng kerakli hujjatlar yig'ildi, ma'lumotlar aniqlashtirildi va pensiyasi qayta ko'rib chiqildi. Yana bir misol. Ra'no opa bank kartasi orqali pensiya oladi. Uning kartasi muddati tugagan, lekin u buni sezmagan. Pensiya kelmagandan keyin pensiya to'xtab qoldi deb xavotirga tushgan. Aslida muammo pensiya organida emas. Bank kartasining amal qilish muddati tugaganda bo'lgan. Bunday holatda pensioner bankka borib kartani yangilash, keyin pensiya to'lovi qayta yo'naltirilganini tekshirish kerak bo'ladi. Uchinchi misol. Mahmud bobo boshqa tumanga ko'chib o'tgan, lekin pensiya bo'yicha ma'lumotlarda eski manzil qolgan. Dastlab bu unchalik muammo bo'lmagandek ko'rinadi. Lekin ayrim holatlarda yashash joyi, mahalla, ijtimoiy himoya tizimidagi ma'lumotlar va boshqa xizmatlar bir-biriga bog'liq bo'ladi. Manzil noto'g'ri bo'lsa, ayrim xabarnomalar
qo'shimcha yordamlar yoki tekshiruvlar vaqtida muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun ko'chgan bo'lsangiz, albatta ma'lumotlaringizni yangilang. Men birinchi navbatda pensiyasi yaqinda tayinlangan fuqarolarga murojaat qilaman. Agar siz oxirgi 1 yoki 2 yil ichida pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, sizda hujjatlar yangi tizimlar orqali qayta ishlangan bo'lishi mumkin. Bunday paytda ish staji, ish haqi, shaxsiy ma'lumotlar va bank rekvizitlari to'g'ri kiritilganini tekshirish juda muhim. Ikkinchi guruh. Mehnat daftarchasida ko'p ish joylari bo'lgan pensionerlar. Masalan, bir odam maktabda ishlagan, keyin zavodda ishlagan, keyin fermer xo'jaligida ishlagan, keyin yana boshqa tashkilotda ishlagan bo'lishi mumkin. Ish joylari ko'p bo'lsa, hujjatlarda xatolik chiqish ehtimoli ham ko'proq bo'ladi. Ayniqsa eski korxonalar yopilgan, nomi o'zgargan yoki arxivga topshirilgan bo'lsa tekshirish shart. Uchinchi guruh sobiq ittifoq davrida 1990-yillar boshida yoki hujjatlar tartibsiz yuritilgan davrlarda ishlagan fuqarolar. O'sha yillarda ko'plab tashkilotlar qayta tashkil etilgan, ayrimlari tugatilgan, ayrimlarda ish haqi ma'lumotlari to'liq saqlanmagan. Bunday holatda fuqaroning qo'lida mavjud mehnat daftarchasi, buyruqlardan ko'chirma, ma'lumotnoma, arxiv javoblari juda katta ahamiyatga ega. 4-guruh. Nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotganlar. Bu toifalarda muddat, hujjat, tibbiy xulosa yoki o'qish haqida ma'lumot kechiksa to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Masalan, bola 15 yoshga to'lgandan keyin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim holatlarda o'qish joyidan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Agar oila buni vaqtida taqdim qilmasa, to'lov masalasi cho'zilishi ehtimoli bor. 5-guruh bank kartasini yaqinda almashtirgan, telefon raqamini o'zgartirgan yoki boshqa hududga ko'chgan pensionerlar. Ko'pchilik telefon raqamimning pensiyaga nima aloqasi bor deb o'ylaydi. Lekin hozir ko'plab xabarnomalar, bank tasdiqlari, davlat xizmatlari bo'yicha axborotlar telefon orqali keladi. Raqam eskirgan bo'lsa, siz muhim xabarni ko'rmay qolishingiz mumkin. Agar siz pensiyangizni har oy o'z vaqtida olayotgan bo'lsangiz, kartangiz faol bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa va oldin pensiya miqdori bo'yicha shubhangiz bo'lmagan bo'lsa, katta vahimaga tushishingiz shart emas. Lekin baribir men yiliga kamida 1 marta ma'lumotlarni tekshirtirishni maslahat beraman. Bu shifokorga profilaktika uchun borishga o'xshaydi. Kasal bo'lganingizdan keyin yugurgandan ko'ra oldindan tekshirtirib qo'ygan yaxshi. Pensiya masalasida ham shunday. Bugun 15 daqiqa vaqt ajratsangiz, ertaga bir oy hujjat ortadan yugurmasligingiz mumkin. Ayrim odamlar mening pensiyam kelib turibdi. Demak, hammasi joyida deydi. Bu har doim ham to'liq to'g'ri emas. Pensiya kelib turishi uning miqdori to'g'ri hisoblanganini yoki barcha hujjatlar mukammal ekanini anglatmaydi. To'lov bor, lekin hisob-kitobda xato bo'lishi mumkin. Ayniqsa ish staji yoki ish haqi bo'yicha eski davrlar hisobga olinmagan bo'lsa, buni faqat tekshiruv orqali bilish mumkin. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Har bir o'zgarish avtomatik tarzda sizning foydangizga ishlaydi deb o'ylamang. Davlat tizimlari rivojlanmoqda, lekin fuqarodan ham mas'uliyat talab qilinadi. Agar sizda qo'shimcha ish staji borligini tasdiqlovchi hujjat bo'lsa, bu hujjatni o'zingiz taqdim qilishingiz yoki tegishli organga murojaat qilishingiz kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, og'zaki gapga ishonib qolmang. Masalan, kimdir hamma pensionerlarga falon miqdorda qo'shimcha pul berilar ekan desa, darhol ishonmang. Rasmiy manbani tekshiring. Pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari, mahalla yoki vakolatli idoralardan aniq ma'lumot oling. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqaladigan xabarlarning hammasi ham to'g'ri bo'lavermaydi. Ba'zan yolg'on xabarlar aynan pensionerlarni chalg'itadi. Uchinchi nozik jihat, hech kimga bank kartangiz raqamini, parolingizni, SMS kodini yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni telefon orqali aytmang. Oxirgi paytlarda firibgarlar pensionerlarga qo'ng'iroq qilib, pensiyangiz oshiriladi, qo'shimcha pul tushadi, kartangizni tasdiqlash kerak deb aldashi mumkin. Men aniq aytaman. Haqiqiy davlat xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Bank xodimi ham sizdan kartaning maxfiy ma'lumotlarini so'ramasligi kerak. Agar shunday qo'ng'iroq bo'lsa, darhol suhbatni to'xtating. 4-nozik jihat. Pensiya miqdori har doim ham qo'shnikiga qarab baholanmaydi. Ikki odam bir xil yoshda bo'lishi mumkin, lekin ularning ish staji, ish haqi, ishlagan joyi, imtiyozlari,
pensiyaga chiqish asoslari farq qiladi. Masalan, O'lmas aka 35 yil ishlagan, lekin ish haqining rasmiy qismi past ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, Yo'ldosh aka 22 yil ishlagan, lekin rasmiy ish haqi yuqoriroq bo'lgan. Natijada pensiya miqdori boshqacha chiqadi. Shuning uchun nega uniki ko'p, meniki kam deganda avvalo hisob-kitob asoslarini ko'rish kerak. 5-nozik jihat, ayrim qo'shimcha to'lovlar yoki yordamlar pensiyadan alohida tartibda belgilanadi. Masalan, ijtimoiy yordam, kommunal to'lov bo'yicha kompensatsiya, mahalla orqali beriladigan yordam. Nogironligi bo'lgan shaxslarga tegishli imtiyozlar pensiya bilan bir xil narsa emas. Fuqaro bitta to'lovni olgani uchun boshqasiga huquqi yo'q degan xulosa har doim ham to'g'ri bo'lmaydi. Har bir to'lovning o'z sharti bor. 6-nozik jihat. Chet elda bo'lgan yoki vaqtincha boshqa hududda yashayotgan pensionerlar ham o'z holatini aniqlashtirib turishi kerak. Ba'zi hollarda yashash joyi, bank operatsiyalari yoki shaxsni tasdiqlash bilan bog'liq masalalar chiqishi mumkin. Agar siz uzoq muddat boshqa joyda bo'lsangiz, to'lovlaringizda uzilish bo'lmasligi uchun oldindan maslahat oling. Endi men sizga aniq harakatlar rejasini aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, bank kartasi, agar bo'lsa nogironlik bo'yicha hujjatlar. O'qish ma'lumotnomasi, arxivdan olingan ma'lumotnomalar va avvalgi ish joylaringizdan berilgan hujjatlarni bitta papkaga yig'ing. Hujjatlar tarqoq bo'lsa, kerak paytda topish qiyin bo'ladi. Ikkinchi qadam, pensiya miqdori va tayinlanish asosini tekshiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Agar davlat xizmatlari orqali tekshirish imkoniyati bo'lsa, undan ham foydalaning. Murojaat qilganingizda aniq savol bering. Mening pensiyam qaysi ish staji va qaysi ma'lumotlar asosida hisoblangan? Elektron bazada mening ish davrlarim to'liq ko'rinyaptimi? Bank rekvizitlarim to'g'rimi? 3-qadam. Ish stajingizni alohida tekshiring. Mehnat daftarchangizdagi har bir ish joyini ko'rib chiqing. Ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana, tashkilot nomi, muhr va imzolar to'g'ri qo'yilganmi? Yozuvlar o'qiladimi? Shularni tekshiring. Agar biror davr noaniq bo'lsa, o'sha tashkilotning huquqiy vorisi yoki arxiv orqali ma'lumotnoma olishga harakat qiling. 4-qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddati tugamaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Kartada blokirovka yo'qmi? Bankdagi pasport ma'lumotlaringiz yangilanganmi? Bularni bilib oling. Ayniqsa ID karta olgan bo'lsangiz yoki pasport almashtirgan bo'lsangiz. Bankdagi ma'lumotlar ham yangilanishi kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam, telefon raqamingizni va manzilingizni yangilang. Agar telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bank, davlat xizmatlari va kerakli idoralarda eski raqam qolmaganini tekshiring. Agar boshqa mahalla yoki tumanga ko'chgan bo'lsangiz, ro'yxat va pensiya bilan bog'liq ma'lumotlarni aniqlashtiring. Bu kichik ishdek ko'rinadi, lekin ko'p muammolar aynan shundan boshlanadi. 6-qadam, yozma murojaat qilishdan qo'rqmang. Agar siz pensiya hisob-kitobida xatolik bor deb o'ylasangiz, og'zaki gaplashib qaytib ketmang. Ariza yozing. Arizada ism familiyangizni, yashash manzilingizni, telefon raqamingizni, pensiya turi va savolingizni aniq yozing. Masalan, mening pensiya miqdorini qayta tekshirib berishingizni, ish tajimga kiritilgan davrlar ro'yxatini taqdim etishingizni so'rayman. Shunday yozsangiz, masala rasmiy tartibda ko'rib chiqiladi. 7-qadam, javoblarni saqlang. Sizga berilgan ma'lumotnoma ariza nusxasi qabul qilinganligi haqidagi belgi. SMS xabar yoki elektron javoblarni yo'qotmang. Chunki keyinchalik masala cho'zilsa, aynan shu hujjatlar sizning dalilingiz bo'ladi. Ko'p odamlar murojaat qiladi, lekin qog'ozni saqlamaydi. Keyin men borgan edim deydi, lekin isbotlash qiyin bo'ladi. 8-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Agar kimdir sizga men pensiyangizni oshirib beraman, faqat oldindan pul bering desa, darhol shubhalaning. Pensiya masalalari rasmiy tartibda qonun asosida hal qilinadi. Sizning huquqingiz bo'lsa, pora yoki vositachisiz ham ko'rib chiqilishi kerak. Agar kimdir pul talab qilsa, bu haqida tegishli organlarga murojaat qilish mumkin. 9-qadam, farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p pensionerlar elektron xizmatlardan foydalanishda qiynaladi. Bu uyat emas, tabiiy holat. Farzandlar ota-onasining hujjatlarini birga tekshirib bersin. Bank kartasi muddati, telefon raqami, davlat xizmatlaridagi ma'lumotlarni ko'rib chiqsin.
Lekin farzandlar ham ota-onaning roziliksiz ularning kartasidan foydalanmasligi, pensiya mablag'ini nazoratsiz ishlatmaslik kerak. Pensiya pensionerning shaxsiy mablag'i. Yana bir muhim holatga e'tibor bering. Agar pensioner vafot etsa, oila a'zolari pensiya va dafn marosimi bilan bog'liq to'lovlar masalasida tegishli idoradan aniq ma'lumot olish kerak. Ko'pincha odamlar qayg'uli paytda hujjatlarni unutadi. Keyin esa muddatlar, tartiblar va to'lovlar bo'yicha savollar tug'iladi. Bunday vaziyatda ham rasmiy maslahat olish eng to'g'ri yo'l. Ko'pchilikni qiziqtiradigan savol: pensiya oshadimi? Men bu savolga mas'uliyat bilan javob beraman. Pensiya miqdoridagi o'zgarishlar faqat rasmiy qarorlar, qonunlar va belgilangan tartiblar asosida amalga oshiriladi. Agar rasmiy ravishda oshirish bo'lsa, bu haqda davlat manbalar orqali e'lon qilinadi. Shuning uchun mish-mishlarga emas, rasmiy axborotga tayaning. Lekin qayta hisob-kitob masalasi alohida. Agar sizning pensiyangiz tayinlanganda ayrim ish stajlari kiritilmagan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari noto'g'ri olingan bo'lsa yoki keyinchalik qo'shimcha hujjat topilgan bo'lsa, murojaat qilishga asos bo'lishi mumkin. Bunda natija har bir odamning hujjatiga bog'liq. Kimdadir farq katta bo'lishi mumkin. Kimdadir esa umuman o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Masalan, hovlida opa-inget yil ishlagan deb hisoblangan, lekin keyin 4 yillik qo'shimcha stajni tasdiqlovchi arxiv hujjati topilgan. Bu pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Ammo boshqa holatda Akrom aka qo'shimcha hujjat olib kelgan, lekin u davr oldin ham hisobga olingan bo'lib chiqadi. Bunday paytda pensiya o'zgarmaydi. Demak, har bir holat individual tekshiriladi. Yana bir misol. Kimdir yuqori ish haqi olganman deydi. Lekin hujjatda rasmiy ish haqi kam ko'rsatilgan. Pensiya hisoblashda og'zaki aytilgan maosh emas, rasmiy hujjatdagi ma'lumot ahamiyatli bo'ladi. Shuning uchun eski ish joyidan ish haqi haqida ma'lumotnoma olish ba'zan juda muhim bo'ladi. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi gapning eng muhim joyi shuki, pensiya masalasida beparvo bo'lmang. Pensiyangiz kelib turgani yaxshi, lekin ma'lumotlaringiz to'g'ri ekanini, ish stajingiz to'liq kiritilganini, bank kartangiz faol ekanini, manzil va telefon raqamingiz yangilanganini albatta tekshiring. Bu sizning haqqingizni himoya qiladi. Ortiqcha kechikishlarning oldini oladi va kelajakdagi muammolarni kamaytiradi. Men sizga vahima qilishni emas, tartibli harakat qilishni maslahat beraman. Hujjatlarni yig'ing, savollaringizni yozib oling. Pensiya bo'limi yoki davlat xizmatlariga murojaat qiling. Javoblarni saqlang. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Chunki ular ba'zan bunday jarayonlarda yolg'iz qolib ketadi. Sizning fikringiz men uchun juda muhim. Izohlarda yozing. Pensiyangiz vaqtida tushyaptimi? Hisob-kitob bo'yicha savollaringiz bormi? Ish stajingizda muammo bo'lganmi? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot bitta odamga emas, barcha pensionerlarga kerak bo'lishi mumkin.